Mana shu ukamiz akalar bizni obunachilarimiz ekan mana. Real emas, YouTube'ingizga chiqay aka deb bizga iltimos bo'ldi, mana chiroyli qilib chiqaryapti ukalar. Mana shu ukamiz mehnatini qadrlab, like ko'proq bosasizlar akalar. Bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, qo'ymol toshgani labo xizmatlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, raqamlarni qoldirib qo'yamiz. 944 Vodiy bo'ylab nomeringizni ayting. 97lik. Akalar aloqaga chiqaveramiz. Bek Uz kanali. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Qo'ymol tosh uchun xizmatda va labolarimiz bor akalar. 944 raqamlari mana 944 region akalar. Bemalol bog'lanib savdosini qilaverasizlar. Kelishib, moliylar bo'lsa, moliylar, qo'ylar bo'lsa, qo'ylar yetkazib berish xizmati bor akalar. Mana shu ukamizga aloqaga chiqing. Bo'ldi akalar. Ketishini qarang akalar. Bostan desam, yomon katta ekan. Assalomu alaykum hurmatli Bek Uz kanalining obunachilari. Hozir ko'rib turgan manzilinglar Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston Chorva bozoridan akalar. Qirg'iz mana shu katta shved buqamizni 33 million 35 million 300 ming so'm hozirgi paytda realni so'rashib turibdi ekan akalar. Taroziga necha pul bo'lyapti tarozi? So'ramayapti. 35 million 300 ming so'mga hozirgi paytda savdosi bo'lib turibdi. Qirg'iz buqalari ishqibozlariga. Mahmud aka, boshqaman mana bekarga 15 million so'm kami bor. O'zimga o'xshab sara yemasa, ichmasa, siymasa mol meniki. Yesa, issa tissa mol egasiniki. Sotaman, ketaman. Kimga nechta, kimga 5 ta astaga bor. Mahmud akam yana boshladi. Novvosi zo'ridan ko'taryapsiz. Mallasidan. Keyin bozorda sotib maza qiling. Aylanibdi 5 ta. Hurmatli aka-ukalar, mana yana qirg'iz. YouTube'da. Yana mana qirg'iz buqamiz akalar. Buni egalari kim ekan endi hozir egasidan so'raymiz. Akalar xullas katta novvoslar qatoridamiz. Hozir bir qator pulni narxlarini so'rab qazib qo'yamiz. Agale Chachamasın. Chachamasın. Misle. Mana akalar. Mana akalar yana shvetimiz. Katta novvos. Hozir buni ham so'raymiz necha pul bo'ldi. Bu sizlardan mana katta. bizdan oldi. Necha pul bo'ldi bu? 55 million deyapmiz. Kirishiga. Kiloga 60 million. Akalar 55 million baho aytilyapti ekan. Kiloga 60-61 dan mo'ljallashyapti akalar. Hali savdosi bo'lmabdi. So'raganlar bo'ldimi buni? Necha pul so'rashdi? 60 dan Taroziga 60 dan. Akalar realni taroziga 60 dan so'rashdi. Trik oyoqqachi? Endi bo'lyapti. Akalar mana bo'ylari 155 plus. Manzilimiz Asakani Qayshan bozorida akalar. Ayollari ham keng mana xudo xolasa sot olaman deganga. Qaysi mo'mi? Buchi bu necha pul bo'ldi? Buni 31 million 700 so'rayapti. 31 million 700 akalar mana so'ralgan. 31 million 700 so'rashyapti ekan mana shuni akalar. Qora oyoqlarini. Buni ham bo'ylari 1.45. Endi akalar mana bitta kattasi turibdi. 4 yashardan o'tgan. Hozir mashina savdosi bo'lyaptimi hozir?
Hozir shuni savdosi bo'lyaptimi? 5 pulga bo'lyaptimi savdosi? 60 mingdan. Taroziga? Akalar, hozir mana shu katta buqamizni 60 mingdan taroziga so'ralyapti. Qaranglar. 15 kilo sikitkasi bormi? 15 kilo sikitkasi ham bor ekan mana. Hozir mana Şeyi bak dışarı taşı tavul ediyapti. Ana qanday bo'lgan TikTok'da qo'yib barakasiga. Gol 300 ming so'm qilib beraman ustini barakami? Endi bering endi aka. Mursabisiz bo'ldimi o'rishim? 300 mingga rozimisiz? Rasotingiz chiqib qoldi endi aka ularni. Rasotingiz chiqib qoldi. Bering. Mursabisga qo'y endi. Mursabisga qo'y. Aka qalbi hisobni bering. Mursa deb qo'y. Bilamiz ajoyib odam. To'g'ri. Kichikka yo'q, bo'ldi baraka yusamsiz. Tomirchiga aka, tomirchiga. Sikitkasi yo'q so'rashyapti. 53 millionga berib, 53 millionga so'rashyapti besikitga. Ha? 53 million shu turishiga. Turishiga-da. Taroziga 60. Bir kattani yapayım, yapayım. Akalar, turishiga 53 million so'ralyapti mana shu buqamiz. Besikitga, taroziga 60 million, 60 mingdan 300 ming so'm ustida shunaqa so'ralyapti. Lekin berilmayapti. Bo'ldimi ona barakat aytasizmi? Bo'ldimi? Kimga turgan yerida to'yni biladi. Yana nima qiladi? Ancha qo'y bering. Bo'pti. Hozir qancha kim olsa. O'tirmaydi, bitiramiz. Bo'lmayapti. Xabar yo'qoladi. Mana akalar, sotilmayapti 53. 53 millionga besikitga. 60 mingdan 300 ming so'm ustida nimasi bilan so'rashdi. Taroziga. Shu yerni hali tuyar ekan. Tuyog'i ham o'zi ham vesini ko'tarib turibdi ham. 4 yashar bor-a, 4 yashar, a? 3 yashar. 3 yashar. Nurga bolasi bo'ylari ham akalar, bo'ylari bunday ko'raylik aka, bo'yi mendan baland shekilli 70. 1.70 mi? Bo'yi 1.70 akalar men. 53 million turishiga besikitga. Taroziga 61 dan 300 ming so'm, 60 dan 300 ming so'm ustida ekan. Bu kimdan ekan bu? Bu nechta bo'ldi? Sizlardan emasmi bu? Mana shu yerda ham bitta kattasi bor ekan, bu ham akalar. 3 yasharli. Bu ham 800-900 kilolik buqoq ekan. $60 mingdan besikitga ham so'rashyapti akalar. Ana akalar. Qaysi? Bumi? Hozir akalar o'tib ko'rsatamiz.
sotib olaylik-da, u bitta buqani savdosi bor. 23 milyon 725 mingga olindi akalar. Mana shu buqamiz hozir savdosi bor, mana ketdi. Bu qirg'iz shekilli ya? Qirg'iz chivetlardan akalar. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Greenfurtchalarda qatoriga o'tdik akalar. Rossiyskiy Greenfurtimiz 25 million kami bor deyilyapti akalar. Bo'ylari 1.10 atrofida akalar, o'sadigan xudo xolasa qaranglar. Oyoqlari ham baquvvat. Xudo xolasa katta nog'os o'laydiganidan akalar. Nech mo'yam sizlarmi tog'a? Bu nech pul? Bu ham 25 kam bor-a? Bunimiz ham akalar 25 kami bor deyilyapti akalar. Buni ham bo'ylari bir xil akalar. 1.10 ga olaverasizlar. Yeb ichishlari joyda, rossiyskiy Greenfurtchalardan akalar. O'tda ham yuvosh. Hali bu bo'zak akalar. 4-5 oylik bo'zak tog'a bu. Nomeringizni aytaverasizmi? 93lik 690 55-15 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Mana qangi Greenfurt ishqibozlariga nomerlarni qoldirib qo'yapmiz. Buni oldinglarmi buni? Olindi. Nech pulga? 16. Begus. 16 million 400 ga olinibdi akalar mana shu. Bu qochamiz. Bo'ylari 1.20 ga borib qoladi. Yosh oylari bormi? Bir 6 oy, 7 oydan. Ha? Yosh oylari qancha? Bir 7 oylik bormi? Bor, 7 oylik bor. 7 oylik akalar, yosh oylari. Bu qayerdaki? Savay emasmi bu? Qanday shakli? Yo'q, men olganman. Shvet. Bu akalar bu Savayga ham o'xshayapti, Qirg'izga ham o'xshashib ketyapti. Realnisi. Aka buni oldingizmi buni? Yo'q. Nech pulga olasiz buni? Buni zoti nima ekan buni? Estonmi? Gibrid ekanda bu. Akalar onasi Eston gibrididan akalar. Puli nech pul ekan? Puli 21 million kami bor. So'raganlar nech pul so'raysiz? 19 so'rayaptimi? Hozir 19 so'rayapti. Ertaga 19 8 ga bermadim. Hozirgi paytda akalar 19, ertalab 19 8 ga berilmagan. Nomeringizni aytaverasizmi? 91lik 061 061 1001. 1001. Akalar aloqaga chiqaveramiz. Yo'q, Qimmat bo'lsa ham menga bering. Realni akalar hozir. Qasinga bo'layapti-kan? 16,5 million olganingiz beryapti Xostog'amiz. Hoji tog'a bismillah deb ishing qo'lini. Men qaytarib ko'rib ketayotgan edim. 300 million berasiz. Yurangiz desa mana shu insonga beraylik. Ma'qul kelyaptimi? taraf bo'lmayapti. Hammasi qiziq. Dehqonmiz tog'a, baqqani olyapsizmi? Baqqani bo'lsa sal yo'lida qilib bering. Machali. Keling tog'a. 18 million qaysini aka? savdo olyapti. 17 millionga o'tib bering deb so'rayapti. Bersa bo'laveradi. Nimaga Gayrat, qaysin so'rayapsiz? Salonni so'rasa deyapti. Assalomu alaykum. 17 ga o'tib bering deyaptimi? Shu 17 so'ravering olmasizdan deb.